Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsiliy məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 1997 yılı 5 fevral günü Şərq Türkistan tarixida Xitoy tajovuzchilarining vahshiyligiga shahid bo'lgan yana bir qorong'u zimiston kun. Tajovuzchi Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa Şərq Türkistan'a bo'lgan mustamlikasiga shahid bo'lgan bir kun. Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi, nupus kontroli, qirg'inchiligiga qarshi G'ulji ko'chalarga to'kilgan xalqning tinch namoyishi, qonliq bostirish bilan natijalangan bu qahraton qora kunni Şərq Türkistan xalqi mangu esdan chiqarmaydi va Xitoy tajovuzchilariga qarshi tik turgan ruhidan faxrlanadi. Shundaqla bu ruhni abadiy yo'qotmaydi. 5 fevral G'ulji qatliamı Şərq Türkistan azadlıq görüşünün bir partisi. Bu gün məngü xatırlandı, şehitlərinin ruhiga dua qılındı. Muhaciratda yaşayotgan Şərq Türkistan xalqi bu günni xatırlab turlik fəaliyyətlərni elib bardı. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti axbarat elan qılıb, Şərq Türkistanның müstəqilligini əsliga keltirishga xalqaro jamiyatni qaytadan chaqiriq qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti vəkilləri özləri turuşluq dövlətlərdə namoyish ötküzdü. Hökumətning e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti bugun 1997 yılı yuz bergan G'ulji qatliamining 29 yilligini xatırlab, Xitoy Xalq Cumhuriyetining ishg'ol qilib olgan Şərq Türkistan'da sodir qilgan eng vahshiy qatliamlarining birining qurbonlarini yod etmoqda. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xitoyning yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oyoqlashtirish, davlat alqıgan bostirishni amaldan qoldirish, Şərq Türkistanning milliy mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashga chaqiriq qiladi. 1997 yılı 5 fevral günü minglagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Şərq Türkistandagi turkiy xalqlar diniy, kulturel va siyosiy bosimga, shundaqla necha 10 yildan beri davomlashib kelayotgan Xitoy mustamlikasi ishg'oliyatiga qarshi turish uchun G'ulji shahrida tinch namoyish o'tkazdi. Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari buningga o'q chiqarish va keng ko'lamda tutqun qilish bilan javob qaytardi. Yuzlagan odam o'ldirildi, minglagan odam tutilib qiynaldi, yo'qotib etildi. Ölüm cezasıga hüküm qılındı. Uyghur təşkilatları və insan haqları qoğduqçıları G'ulji qirg'inchiligini Şərq Türkistan'da yurgizilayotgan keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilik harakatining xabarchisi sifatidagi muhim burilish nuqtasi deb qaraydi. Bu xatirlash kunida Şərq Türkistan sürgündü hökuməti xalqarada Washingtonda, ya'ni Amerika Tashqi ishlar ministerligining oldida namoyish o'rinlashtirdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti xatirlashning ijro qilish, amaliy harakatga o'tish bilan moslashish kerakligini ta'kidlaydi. Avstraliyadan söz qilgan Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur rəisi Doktor Məmtun Ala G'ulji qirg'inchiligi irqiy qirg'inchilik holatida davomlashyapti. Biz unutib qolmaymiz. Jinoyatchilarning jazosiz qilishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyar Amerika Tashqi ishlar ministerligining oldida o'tkazgan namoyishda G'ulji qirg'inchiligining yolg'iz bir fojia emas, balki Xitoyning 1949 yılı Şərq Türkistan'ni harbiy ishg'ol qilib olishidan kelib chiqqan o'zliksiz mustamlikchilik turining bir qismi ekanligini, Xitoyning yangi zamin ma'nosini bildiradigan Xinjiang degan so'zining o'ziningla Xitoy imperializm va mustamlikchiligini aks ettiradiganligini ta'kidladi. Salih Xudoyar Amerikaning boshlamchilik rahbarligi bilan uyg'un jiddiy siyosat talablarini qayta takrorlab, Amerikadan Tibetga qilgan muomalani Şərq Türkistan'a qilib, Şərq Türkistan'ni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni, Amerika Tashqi ishlar ministerligida Şərq Türkistan uchun alohida moslashtiruvchi tayinlashni, irqiy qirg'inchilik yurgizishga chetishlik Xitoy katiboshlar va organlarga qattiq jazo berishni, majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mallarning importini cheklashni, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblash uchun xalqaro javobgarlikni surishti qilish mexanizmini qo'llashni talab qildi. U yana Xitoyning kengayotgan davlat alqagan bostirishi, jumladan Xitoy Xalq Cumhuriyeti istixborot idorasi va birliksab xizmat bo'limi jasuslarining Şərq Türkistan Uyg'ur diasporasiga singib kirish, majburlash, qo'rqitish qilmishlari to'g'risida ogohlantirdi. Salih Xudoyar 2025 yılı 4 oyda Dünya Uyg'ur qurultayining bayonotchisi, qurg'uvchilarining birining jasuslik jinoyati bilan qo'lga olinganligining texmi keng bir isboti ekanligini ko'rsatib, uni mustaqilning ko'ringan bir uchi dedi va Xitoy Kompartiyasi birliksab bo'limini davlat bexatarligiga tahdid deb qabul qilish kerakligini, muhojiratda faoliyat qilayotgan Xitoy jasuslar va mol mulklarini tekshirib, jazolash olib berishni talab qildi.
Dunyoning har qaysi joylaridagi faoliyat qilayotgan Sharq Turkistonliklar 2026 yili 2 oyning 5 kunini milliy motam va qarshilik ko'rsatish kuni sifatida qabul qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı jazolash bo'lmagan e'tirof qilish va tunishning natijasiz ekanligini qayta ta'kidladi. Adolat, javobgarlik, mustamlikadan qutulish, o'rlik va davlatning mustaqilligining qayta asliga keltirilishiga bo'lgan irodasini yana bir qatam o'ttirg'a qo'ydi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti, Şərq Türkistan Milli Fondi, Şərq Türkistan Milli Uyg'unish şirketining vakillari 5 fevral kuni 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 29 yilligini xotirlab, Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishda davlat marshimiz qo'yilgandan keyin Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundoq dedi. Biz Sharq Turkiston xalqi va Sharq Turkiston surgunda hukumatiga vakolatan 1997 yili 5 fevral kuni yuz bergan G'ulji qatliamining 29 yilligini xotirlash munosabati bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldiga jam bo'lib turibdimiz. Biz G'ulji qatliamida jonlaridan ayrilgan shehidlarimizni Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi, yurgizayotgan mustamlikasiga qarshi kurash qilgan barliq qahramonlarimizni xotirlaymiz. Ulardan faxrlanamiz. Amerika hukumati va xalqaro jamiyatdan bu vahshiylik, irqiy qirg'inchilik va tragediyani oxirlashtirish, Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish uchun keskin turda harakat qo'llanishini talab qilamiz. 1997 yili yuz bergan G'ulji qatliami xalqimizning uzunga so'zilgan Xitoyning mustamlika ishg'oliyatiga qarshi ilib berilgan tonilgan bir qatliam. 29 yil burun 1997 yili 5 fevral kuni Xitoyning necha 10 yillik vahshiylarcha bostirish, mustamlika qilish va ishg'oliyatiga qarshi umidsizlangan Sharq Turkistondagi necha minglagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar G'ulji ko'chalariga chiqib tinch namoyish o'tkazib, Xitoyning mustamlika ishg'oliyati va bostirishini oxirlashtirishga chaqiriq qilib, Sharq Turkistonning o'rligini, milliy mustaqilligini asliga keltirishni talab qildi. Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari dialog elib berishning o'rniga vahshiylarcha bostirdi, o'q chiqarib tutqun qildi. Necha yüzlеген, balki minglagan insonlarni bostirib qiynadi. G'ulji va Sharq Turkiston miqyosidagi necha 10 minglagan insonlarimizni qamidi. Qandaqla bo'lmasin, G'ulji qirg'inchiligi ayrim bir voqea emas, balki keyin yuz beradigan keng ko'lamdagi irqiy qirg'inchilikning xabarchisi edi. 2026 yilga kirgan bo'lsaqmi, irqiy qirg'inchilik izchil davomlashmoqda. Amerika Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganiga 5 yil bo'lgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilik bo'shib qolmadi, oxirlashmadi, balki texmo saxtipaz, buzg'unchi, yo'qotish mashinasiga aylandi. Biz bu kunni xotirlayotgan vaqtimizda Xitoyning mustamlika, ishg'ol va irqiy qirg'inchilik siyosati tufaylidan millat sifatida yo'qolishning do'qmishiga kelib qoldik. Yo'qotish izchil davomlashyotidi va qaytadan tashkillanayotidi. Eng yuqori unum bilan davomlashyotidi. Uning elementlari rəimsiz və keng doiralik. 2014 yili maydan boshlangan irqiy qirg'inchilik mana hozir 12 yiliga qadam qo'ydi. Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlariga, turmalarga, majburiy emgak selish ta'sislariga qamalib, nazarband ostiga ilindi. Sharq Turkiston ayollari majburiy tug'mas qilib etildi. Bolalari tushirib etildi. Davlat qo'llagan bosqinchilik qilmishining qurboniga aylandi. Ularga qaratilgan Xitoy erlari bilan to'y qilish toniga yoshiringan biologiyalik urush davomlashmoqda. Millionlagan Sharq Turkiston bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoyning Darul-Tam yoki yataqliq maktab deb atalgan davlatlik qurilishlarga o'rlashtirilib, tili, kimligi va diniy e'tiqodi yo'qotildi. 578 mingdan ortiq xalqimiz 5 yillik muddatli qamoq jazosidan boshlab, muddatsiz qamoq jazosigacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Millionlagan Sharq Turkistonliklar majburiy emgak selinib, dunyo bozorlarini qoplagan arzon baliq mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Amaliyotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissarligi ishxonasi yaqinda 2022 yilidan 2025 yilgacha Xitoy hukumatining Sharq Turkiston miqyosida 13 million 700 ming qul ishchi yo'tkash harakati elib borganligini gavdalantirdi. Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan sanoatlashgan organ yig'ilishga aloqador dalil isbotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ishg'ol qilingan vatanimiz Sharq Turkiston miqyosida organ yig'ilish ta'sislari kengaytirilib, insho qilingan bo'lib,
Her yili 25 mingdan 50 minggacha Sharq Turkiston xalqi organlari uchun o'ltiriladi. Masjidlar, qabristonliklar, kultur o'rinlari buzib etilgan. Tilimiz va e'tiqodimiz jinoyat deb qabul qilingan. Mavjudligimiz yo'qotilishga mahkum qilingan. Bular yalğız besim qilish yoki Xitoyning aytganidek taraqqiy qildirish bo'lmasdan planliq turda elib berilayotgan Xitoyning 1949 yildagi harbiy ishg'oliyati va mustamlika qilib vatanimizning nomini Xitoychadan yangi chegara degan ma'noda keladigan Xinjiang degan ishg'ol qilinganligini bildiradigan nomga o'zgartib olishidan manbalangan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdan iborat. Biz shuni qayta ta'kidlaymizki, Sharqi Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmadi va mangu bo'lmaydi. Yangi territoriya ma'nosida keladigan mustamlika qilinganligini tushuntiradigan Xinjiang degan nom Xitoyning imperialist maqsadlarini oshkorlaydi. Biz bugun bu yerda 1949 yilning oxirida boshlangan davomlashayotgan mustamlika turiga shohid bo'lib turibdimiz. Xalqarалық qarshilik barğansıra artmoqda. Əməliyyatda 4 yil ilgari Amerika jinoyatning ismini qo'yib bo'lgan. Ya'ni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy qabul qilgan. Shuningdek keyin 10 necha davlat parlamenti o'xshash harakatni qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu jinoyatlarni insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 61 davlat Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatini aybladi. E'tirof qilish, ijro qilish bilan birlashmaganida mag'lub bo'ladi. Bu Amerika duch kelgan cho'nqir bir krizis. Xitoy Amerikaning bexatarligi va gullanishiga eng cho'ng tahdid. Xitoy Amerikaning xizmati va kasblarini o'g'irlaydi. Xitoy Amerikaning chegaralarini zaharlik moddalar bilan qoplatdi. Xitoy Amerikaning qurilishlariga sizib kirdi. Xitoy ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi qul qilingan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining qon ta'ridan kuchlangan iqtisodiy urush mashinasini barpo qildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik harakatini oxirlashtirish Xitoyning kontrolini oxirlashtirib qolmay ta'minlash zanjirini qo'g'daydi. Amerikaning mustabid hokimiyatiga qarshi hurlikning qo'g'dag'chisi bo'lishdek qimmat qarashlarini qo'g'daydi. Shunga biz Prezident Trump, sekretar Marko Rubio va boshqa Amerika hukumatidagi Amerika miqyosidagi vatanparvarlarga shundoq chaqiriq qilamizki, Amerikaning boshlamchilik qilish sifatida harakatga o'ting. Sharq Turkistonni mustamlikadan qutuldirish uchun harakatga o'ting. Sharq Turkistonning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash harakatini qo'llang. Sharq Turkistonning milliy mustaqillik va egilik huquqini asliga keltirish harakatini qo'llang. Faqat Sharq Turkiston milliy mustaqilligini asliga keltirgandala xalqimizni bexatarlikka erishtira olamiz, qutuldira olamiz. Erkinlik va asosiy haq-huquqlarini kafolatlantira olamiz. Biz Amerika hukumatini Sharq Turkistonga Tibetga qilgan muomalani qilib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini, Xitoyning qo'ygan mustamlika ma'nosini bildiradigan Xinjiang degan nom bilan atmasdan Sharq Turkiston deb atishini, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatining tub sababining mustamlika va ishg'oldan iborat ekanligini tunib yetishini talab qilamiz. Bizning masalamiz va haq-huquqimizga uzundan buyon ko'ngil bo'lib kelayotgan Amerika bosh kotibi Marko Rubiodan Amerika Tashqi ishlar ministrligida Tibet masalasi uchun moslashtiruvchi turg'izgandek Sharq Turkiston masalasi uchun moslashtiruvchi turg'izishni, Amerikaning jiddiy harakatga kelib, qat'iy tadbirlarni yo'lga qo'yib, Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Jumhuriyatining vahshiyliklarini qattiq jazolashi, diplomatik besim qilishi, mas'uliyatini surishti qilishini talab qilamiz. Amerika hukumati va xalqaro jamiyat Sharq Turkistonning adolatni qo'lga keltirish tirishchanligini aktivlik bilan qo'g'dash va mas'uliyatini surishti qilishga chaqiramiz. Biz Amerika hukumatini dadil, tavranmas qat'iy harakat qo'llanishini, Xitoyning davlat salqigan bostirish, istihbarat va ta'sir ko'rsatish makkor harakatlarini inchiklik bilan kuzatib, bichit qilib etishini, Amerika miqyosidagi tashkilotlar va ommani o'z ichiga olgan Sharq Turkiston diasporasini birliksab xizmat bo'limida harakat qilayotgan boshlamchi ziyoli va boshqa jamiyat rahbarlarining siyoqiga kirib olgan Uyg'ur, Qozoq faoliyatchilarini o'z ichiga olgan Xitoy Kompartiyasining josuslari va kuchidan qo'g'dashni talab qilamiz. Necha 10 yillardan beri bu Xitoy istihbarat faoliyatchilari diaspora jamiyati va tashkilotlarga singib kirdi. Izchil turda davomliq g'arb davlatlari va qurilishlarini aldab kelmoqda. Ta'tir tashviqot tarqitish, keng ko'lamda ta'sir ko'rsatish, rayimsizlarcha majburlash qatorliq usullar orqali bizning milliy o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash,
mustaqilligimizni asliga keltirish ko'rishimizga buzg'unchilik qilmoqda. Muajirat jamiyatimizga tahdid silib qo'rqitmoqda. Bu tahdid oldingi yil aprelda Shvetsiya hukumati Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uvchisi va uzun yillik bayonotchisini Xitoy istihbarotiga ishlash, Xitoyga istihbarot yetkazish bilan ayblab tutqun qilganda ifodalangan bo'lib, Beyjingning ta'sir ko'rsatish doirasini taraytish, harakatlarimizni ichkidan istihbarotchilar va ma'lumotlar orqali kontrol qilish haqidagi qayta ogohlantirishlarimizning to'g'riliqini isbotladi. Bu vaqalar faqat mustaqdan ko'ringan uchi bo'lib, bizning Amerikadagilarni o'z ichiga olgan Uyg'urlarga va Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilganligini ta'kidlaydigan muajiratdagi tashkilotlarimizni, shaxslarimizni cho'nqur tekshirish kerakligini tushuntirdi. Bularni oxirlashtirish uchun biz Xitoy Kompartiyasi Birlik Sirtbilimini milliy bexatarlikka jiddiy tahdid deb e'tirof qilishni talab qilamiz. Shundaqla Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Jumhuriyatining istihbarot va ta'sir ko'rsatish harakatlariga qarshi istihbarot tadbirlarini qat'iy ijro qilishga chaqiriq qilamiz. Xitoy istihbaroti agentlarining va diasporani ta'sir ostiga olgan Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini yangidan qo'lga keltirish yo'lidagi qonunliq yurishini pachoqlab tashlaydigan unsurlarning jazolanishi bilan natijalangan keng ko'lamlik tekshirish ilib berish chaqiriqimizni yanglaymiz. Bu shaklda Xitoyning mustamlikaga aylantirib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish va ishg'ol qilib olish harakatini vaqtning o'tishi bilan qaytarg'ili bo'lmaydigan nuqtaga qarab ilgarilatish imkoniyatini yo'qotqili bo'ladi. Amerika hukumati va boshqa erkin dunyo Sharq Turkiston, Amerika va erkin dunyo uchun cho'qim kechikmasdan harakatga o'tishi lozim. Rahmat dedi. Tövəndə diqqətinizlər Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyer əpəndining xalqimizga qilgan xitabida bo'lsin. Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Bular qaysi joylardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Alloh'niki yaxshi vaqtlar gün xayrli bir kun bo'lsinmi? Alloh'niki tininglarni salomat bo'lsin. Bugün biz Amerika'daki Tashqi ishlar ministerligi oldi, ya'ni davlat ishlar ministerligi oldida o'lji qirg'inchiligininki 29-yillikni xotirlash bilan bugün bu yerda namoyish qildik va chaqiriq qildik dunyoning Amerika hukumatiga va xalqaro jamiyatiga. Bu irqiy qirg'inchilikni hal qilish uchun, bu bizningki xalqimiz 76 yilning yozi davom qilayotgan bu zulm, bu mustamlika, bu ishg'oliyatni qutulish birdan-bir yo'l ekanligi, Sharq Turkistonning mustaqillik nasl keltirish ekanligini yana qaytadan xalqaro chaqiriq qildik va barliq tashkilotlarga, barliq o'zini Sharq Turkiston uchun xizmat qilyapman degan qarindoshlarga, tashkilotlarga va barliq Sharq Turkiston xalqiga izchil shaklda en az deganda hech yerda qilolmasangiz sosyal medyadan, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, Instagram bo'lsin, başka vasıtalar olsun. Bizningki birdan-bir qutulish yo'limiz davlatimizning mustaqillikni nasl keltirishdan ekanligini, iborat ekanligini namoyon qilish. Bu hammamizning majburiyatiz qarindoshlar. Mana 76 yilning yozi Xitoyningki vashi ishg'oliyati va mustamlikasida va irqiy qirg'inchilik ostida millatimiz qirilib tugaydi deb qolyapti. Bizningki qutulishimiz uchun qutulishimizni, bizningki shu inson haqlarimizni, kishilik huquqimizni, bizga demokratiya kelish va bizga shu dinimizni, tilimizni, madaniyatimizni, hamma narsamizni, hatto insonligimizni, mavjudligimizni saqlaydigan bir yo'l bor, u bo'lsa davlatimizni asli keltirishimiz kerak. Buni tushunib yetishimiz kerak. Buni dunyoga tushuntirishimiz kerak biz qarindoshlar. Bu hammamizning majburiyati. Barliq Sharq Turkiston xalqining majburiyati. Bu biz uchun birinchi bo'lib insoniy majburiyatimiz, imoniy majburiyatimiz va milliy majburiyatimiz, qarindoshlik majburiyatimiz biz qarindoshlar. Agarchi bu yerda ko'rganingdek afsus nurg'un kishilar kelmadi. Ama soğuktan imkilish qilgan bo'lishi mumkin yoki burunqidek shu o'zining ba'nolarini imkilgan bo'lishi mumkin.
Ama 29 yıl ilgili bizim karandaşlarımız, Olcu'dan eçimin karandaşlarımız, bunun da biz şampan kiyip öptük. O günde iki namaş, Olcu'ki boğan namaşını köygen bolsanlar, videolarının çapınımı yok. Olcu'daki hava bir adım mı dehşet soğuktu, soğuk demeyin. Yani şu halkımızınki kurtuluş için, yani şu devletimizin müstakillikle asıl kültürüş için, koçularga mınbarçı karandaşlarımız, koçularga çökülüp namayış kıldı. Ve Xitayla bu namayışını vahşi kırgınçılık bilen bastırdı. Hiç yüzlegen, belki minlagan karandaşlarımız Olcu'da şehit oldu. Ve onun da sırt neçe 10 minlagan karandaşlarımızdı. Olcu'da ve bütün Şarkı Türkistan'da tutkun kıldı. Biz şu şehitlerimizin ruhiga ve hazır o gündüm şehit kılınmaktan mınlarca, belki en az degende yüzlerce mınlarca karandaşlarımız her günü turmalarda, lagerlarda, doktorxanalarda, organ sükeş doktorxanalarda, kul emgek astıdaki, kulluk astıda kıyınlavatıdı ve şehit kılınavatıdı. Neçe milyon ballarımız ailelerden mecburi ayrılıp ötüp Xitaylaştırılıvatıdı. Şunu oylaşımız gerek aziz karandaşlar. Biz jim turup alsak, hiç kim biz bilen kar bulmaydı. Biz özümüzün hakkımızını, özümüz izlemesek, özümüz talep kılmasak, başkası gelip masının hakkını deyip biz için nem kılmaydı aziz karandaşlar. İlgiri 2018 yılda biz Şarkı Türkistan Milli Hareketi bu namayışçılarımızı ve siyasi hareketimizin yana kaytıdın resmi şekilde oturup çıkan vaxtda biz aytman edik halkımızda şu vaxtda insanlarda buluşmamız mümkün. Biz nemi talep kıysak bu demokratik devletler emmisi deydi o biz demokrat yani hürmet kılımız halkımınki nemi arzu kıysa şunu hürmet kılımız. Öz taqdirimizni öz belgileşini hürmet kılımız, bunu hürmet kılımız bizge aşında degen. Şunun için ben şu yerda degendim, men lazım insanlarda bolsun. Biz bugün şu vaqtlarda bu nurg'un qarshiliklar chiqmoqda, bu namoyishni qilmaslik kerak, Sharq Turkiston demaslik kerak, andamanda. Şu vaqtda men hamma biz özümüz bu yoldan vaz kechmasak, özümüz talep kıysak, özümüz izchil hareket kıysak neticesi bo'ladi. Ve neticesini ko'rdik. Amerika kanun çıkardı, ırkı kırgınçılıktan bir taraf kıldı. Asta Şarkı Türkistan deyişini devletimizden ismini kayıtını doğru yapıyordu. Ve ertesi bizden çukurumuzdan müstakillikimizni kollaydı. Yalnız şahsen bizni kollaş için emas, bizninki ve dünyanınki bexatarlik için bizninki müstakillikimizni kollaşdan başka yol yok ekanligini bunu astas tunuydu aziz karandaşlar. Ama bizge vaqt münasebeti bilen biz sizin bu işine bir gün baldığı bolsak mı şu neticeye erişiş için hareket kılışımız gerek. Şu neticeye eriştiriş için hareket kılışımız gerek. Şu vaqtda men dedim. Bugün Şarkı Türkistan deme geldiler. Bugün bayrak kötəmeyimi digeller. Bugün ırkı kırgınçılık demeyimi digeller. Bugün Şarkı Türkistan'ın müstakilliği duysak bulmayı digeller. Atögün sizler mecbur bolsunuz bulungu deyişik. Çünkü hem halkının arzusu şu, hem halkıramı şunlukka mana doğru. Çünkü bu bizgen kutuluştan birden bir yolumuz şu. Çünkü bizge devletimiz bulmay turup bizning kişilik hukukumuz bulduğun, başka narsimiz bulduğun hiç kandak nimini koymadan olar 76 yılın yazıyor. Ve körenmeysizler. Bunun için aziz karandaşlar, biz vazgeçmeye yolumuzni devam kılışımız gerek. Hemmimiz özümüzninki kılalaydıgınımızda, kılanmaydıgınımızda emas, kılalaydıgan işlerimizni kılışımız gerek. Bunu ne çıkıtım tekrarladık ve yana tekrarlaş bizning mecburiyetimiz. Biri, en az degende bu üç neside ortak buluşumuz gerek. Hemmimizninki. Biri, devletimizinki ismi Şarkı Türkistan. Başka narsa emas. Şunun için duruşumuz gerek. Devletimizinki bir besili vargan devlet ekanligini ve halkara ve o o'xshash talablarni qilishimiz gerek.
nerede bolsak, meyli Amerika'da bulaylı, meyli Türkiye'de bulaylı, meyli Avrupa'da bulaylı, meyli Avustralya'da bulaylı, meyli Japonya'da bulaylı, meyli Otur Asya'da bulaylı. Agar bir davlat kelib bizdan bir narsasi olsa, nemening talabim bor, san qanday yordam qila olaysiz desa, asosimiz 3 nimani boshda tutishimiz kerak. Biri, Sharq davlatimizning ismini, asli ismi bilan, haqiqiy ismi bilan Sharq Turkistonda atishimlarni talab qilamiz. Va Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besilib olgan bir mustamlika ishg'oliyat ostidagi bir davlat ekanligini e'tirof qilishimlarni talab qilamiz. Ve Sharq Turkistonninki xalqaro qonunlar bo'yicha o'zimizningki milliy o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimizni, mustamlikadan qutulish haqqimizni va mustaqilligimizni asl keltirish haqqimizni qo'llashinglarni va bu haqqimiz bor ekanligini e'tirof qilishinglarni talab qilamiz. Deb bu uch narsada tushuntirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Andan keyin biz hareketimiz hamiyada acizlaşıp ketpardi, xalqimiz inqib ketpardi. Bu tabii ki Xitoyninki istihbarotininki va besimidan bo'layotgan ishlami bor. Ba'zi qo'rqib chiqolmayotdi. Chunki ba'zi munofiqlar Xitoyning jasuslari ichimizdagi ularni tehdit qilib qo'rqitayotgan gap bor, setib ishlar bor. Buningga qarshi turish kerak. Shuning uchun bunu bu haqda Amerika hukumati mana chiqatim Uyg'urchada necha qatim nim chiqargandi bu haqda. Shunda ahvollar bo'lsa, qo'rqmay bizga, ya'ni FBI'ga buni nim qilinglar, doklad qilinglar deb. Qo'rqmay yana shu doklad qilinglar. Mayli shu sizlarni tehdit qilayotgan, besim qilayotgan munofiqlar, Xitoyning jasuslari, balki da'vogar sifatida, ziyoli sifatida yoki ulamo yoki boshqa narsa sifatida kirib olgan bo'lsin bu. Mayli dunyoning narida bo'lsanglar, mayli Turkiyada bo'langlar, O'rta Osiyada bo'langlar, boshqa yerda bo'langlar, ya'ni shu FBI'ga buni tafsiliy doklad qilishimiz kerak. Chunki bu Xitoyning jasuslaridan, bu Xitoyningki g'alchilaridan qutulmay turib bizning da'vosimiz ret kirmaydi. Yani shuning uchun buni ret kirish uchun o'zingizdan bu besimdan qutulish uchun buni davomli bu Xitoyning jasuslarini sizni tehdit qilayotgan, bama, aning qatnashma, andaqmi da'vatdan yoki sizlarni qo'rqitib, animangni andaq qilib qo'ymayman, animangni andaq qilib qo'ymayman yoki sen sultonchidan aqch ko'rsin deganlar bo'lsa, chunki muhakkak dedi, men o'z vaqtida uyan qildi, o'yin o'ynab chiqmoq sekildi sulton degandek. Ammo haqiqat oxirida oshkor bo'ldi. Shuning uchun sizlar qo'rqmay, bu jasusni, bu xayrni, bu munofiqni, sizlarni tehdit qilayotgan, qo'rqitayotganni dunyoning narida bo'lishingizdan qat'iy nazar shu FBI'nikiga kirib report qilsanglar bo'ladi. Böyle Amerikada bo'lmasanglar bo'laverdi. Buningga nima yo'q. Chunki ularni hal qilish uchun, ularni bilish uchun kuch kerak va to'g'ri harakat qilish uchun, bularni qonuniy jihatdan hal qilish uchun shunda isbotlar va dalillar kerak. Shuning uchun buni qo'rqmay qilinglar. Eng oxirgi deydiganimiz qarindoshlar. Daim da'vat qilamizdek, birdan bir qutulish yo'limiz davlatimizning mustaqilligini aslo keltirish. Shuning uchun qo'limizdan nima kelsa, shu yo'lda asimizni qo'shaylik. Hech kam deganda bayonni dedim, eng az deganda sosyal medyadan foydalanib, mayli hem Uyg'urchada o'zimizga bir-birimizga rag'batlantirish uchun, hem o'zimizdan turishayotgan davlatlarda shu xalqqa yana tunishtirish uchun, shu irqiy qirg'inchilik, mustamlika, shu ishg'oliyatni davom qilayotganligini bildirish uchun 5 minut vaqtingizni chiqarib kunda bir sosyal medyada paylaşımınızı qarindoshlar. Deydiganim shunchalik bo'lsin. İnşallah biz cho'qim yaqin kelgusida cho'qim qutulamiz, cho'qim mustaqil davlatimizni aslo keltiramiz. Uningga ishoninglar qarindoshlar. Allohim bizni hammamizga kuch, quvvat, jasorat ato qilg'ay. Hammamizga haqiqiy vatan sevgisi, haqiqiy iymon
ata kılgay. Hammamizni vatanimizga, millatimizga, davlatimizga bilib bilmay hayillik qilishdan, sotqinlik qilishdan, munofiqlik qilishdan saqlagay va bizning sepimizni, davosimizni munofiqlarning, hayillarning, josuslarningki ta'siridan, suiqasdlardan ve yeni mekillerden Allah'ım saklagay ve o hain münafıklarını, casuslarını ve düşmanlarını tüzün cezalagay. Hammamizga Şarkı Türkistan'da şu karandaşlarımız bilen yani qayta jam bo'lishni nasib qilgay. Şarkı Türkistan'nınki mustaqillik kirishiga atlashga haqiqatan jinimizdan, milimizdan, tinimizdan kichalaydigan ruhni ato qilgay. Allah'a emanet. Assalamu alaikum. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpten köp rahmet. Kelar qıtımqı programımızda görüşkice Allah'a emanet bolğaysızlar.